O'zingiz aqlliman deb o'ylamang. Biz ham ahmoq emasmiz. Kitobda juda ko'p o'qiganmiz. Hamma narsani bilsak ham bilmaganga olib yuramiz, xolos. Ashinchidan haligi ko'p aqllilik qilganing uchun ko'p kalta yeysan, bilasanmi? Chap ko'zing sal tuzalib qolibdimi? Menga qarang. Ko'p narsani bilaman sizdan ko'ra. Yaxshi bilganim uchun alam qiladi sizga. Alam qilganingizda meni urasiz, tepasiz. Ya, estasaydi shu tuponjikda. Yaxshi, yaxshi. Ha, bilaman. Senga savol. Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikani o'rtasida bitta kanal bor. Sun'iy qazilgan kanal. O'sha kanalning nomi nima? Tavba qilib. Bu yosh bolaga beradigan savol-ku, dadasi. Qanaqa kanal bo'lardi? Farg'ona kanalida. Ammo hozir Amerikaga borish uchun g'arb tomondan ham sharq tomondan ham 25-30 soatlab uchasan. Ikkala tomondan. Mayli, senga nima topishing uchun yengillik yaratib beraman. Avval u kanal bo'lmagan. Haligi kemalar haligi bu pastdan aylanib, Janubiy Amerikadan aylanib o'tmasligi uchun sun'iy kanal qazilgan. Unga katta mablag' sarf qilingan. Mana qanaqaligingiz bilinib turibdi. Hech qanaqa mablag' sarflanmagan. Bu hashar yo'li bilan kavlangan u, dadasi. Hashar yo'li bilan. Farg'ona kanali. Ishonmaysiz ana? Alisizdan so'rang, biladi. Tavba. Mayli, san uchun so'rayman. Alo, Alisa? Здравствуй. Хорошего дня вам, добрый человек. Вот, вопрос. Северная Америка и Южная Америка. Там в середине канал есть такой. Bilasan, a? Вот. Как называется это канал? Искусственный водный путь протяженностью 82 километра в Панама. Это соединяет Атлантический океан с Тихий океан и разделяет Северную и Южную Америку. Канал пересекает Панамский перешеек и является кондуит для морской торговли. Eshitdingmi? Siz meni ruschani bilmasligimni bilib ataylab noto'g'ri savol berdingiz. Ana endi mengachi qo'lim qichyapti, buchakka tur. Turmayman. Turmayman, jonimga tegib ketdi buchakka. Baribir yeysan. Buchakka tur. Yo'q. Buchakka. Voy.